Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızda davamlaştırımız endiki çizlerini etaylı. Bugün çizler 2020 yıl 6. ayının 17. günü. Endiki mavzu mındak hürmetli vatandaş. Endiki mavzu Amerika avazı. Radyo stansının başlığın Bennett Amanda istifa verdi. Axbarat müstakillığını qollagan idi. Mavzuda xabar 6. ayının 16. günü Amerika avazının Xitay programı e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Washington Amerika avazı radyosu 4 yıl başlıq bolğan Bennett Amanda haftanın 1. günü, yani 6. ayının 15. günü xizmetidən istifa verdi. Bundan buran Aksaray Amerika devletke baş döleydiğen kişilerin yardımıga erişidiğen bu organ Cungu üçün teşvikat hizmet elip bardı dep ayıpligen. Radyonun başlığı Amanda ve muavun başlığı Sandy Sagwara işçi hizmetçiler yazgan hayırlı şirketede Amerika Avaz ve Radyosu bilen Prezident Trump oturuştaki ciddi münasebetli tilga almalı. Ular mundaq dedi, Michael Peck, bizning o'rnimizga o'tib vazifa topshirib elishga huquqli. Hozir biz vazifadan ayriladigan vaqt. Michael Peck Amerika ovozi mansub qarashliq bo'lgan Amerika yer shari matbuot boshqarish organining USAGM ni boshqarishga Prezident Trump nomzod qilib ko'rsatgan. Namzatlıqı Körüstüş Kenges Palatasının tasdiqlishidan o'tgan. Bennett Amanda ve muavin Sagwara işçi hizmetçiler yazgan xeti degani mundaq dedi. Sizlarning qizg'inliqinglar, sizlarning burchinglar va sizlarning to'g'riliğinglar o'zgarmaydi. Michael Peck Amerika Davlat Majlisiga qasam berganda Amerika ovozining mustaqilligini kapolatga ega qilman. Bu radyoning dunyoning har qaysi joylaridagi anglag'uvchilari bizga bergan hayron qolarliq ishonch yo'lida muhim rol o'ynaydi. O'tgan bir necha oydan beri Amerika ovozi radyosining mustaqilligi masalasida hamda hukumat ma'muriy doiralarining hukumatning axborot organlarini qaytadan tuzashtirishi, alaqadar qurolga aylantirish endish qiladigan oldingi sap diqqat nuqtasi bo'lib keldi. Bu aralıqda Prezident Trump Kenges Palatasiga fikir berib, harakat qo'llanib, o'zi nomzod qilib ko'rsatgan Michael Peckni Amerika ovoziga boshliq qilib tayinlashni, tasdiqlashni talab qildi. Amerika ovozining nizomnomasida mundaq belgilangan: Rossiya, İran, Cungu qatorliq davlatlar yuzlab uçar axborotini senzor qiladigan bu davlatlardagi radio anglag'uvchilarga Amerika ovozining anglatish to'g'ri, obyektiv va atrofli bo'lishi kerak. Amerika ovozi Amerika jamiyatidagi ayrim tabaqalarga emas, butkul Amerikaga vakillik qiladi. Bennett Amanda sobiq Prezident Obama radyoga vazifaga tayinlagan. 2016 yılı bahorda Amerika ovozi radyosiga boshliq qilib tayinlangan. O Amerika ovozi uchun axborot mustaqilligi to'g'risida to'xtalganda mundaq degan edi: biz tashviqot bilan shug'ullanmaymiz, abadiy mundaq qilmaymiz. Michael Peck 6. ayının 4. Kenges Palatasının tasdiqlashi bilan Amerika Qo'shma Shtatlari yer shari matbuot bosh organining ijroiy amaldori bo'lib tayinlandi. Ko'pchilik Demokratlar partiya a'zolari qarish bilan tashildi. Uning ishxonasi haftaning 1. kuni bir parcha bayonot e'lon qilib mundaq ko'rsatdi: Amerika yer shari matbuot bosh organi radyosining sobiq boshlig'i Bennett Amanda va muavin boshlig'i Sagwara ishlagan xizmatlariga rahmat aytdi hamda ularning kelgusiga
tirishchanlik ko'rsatishini tilaymiz. Ham ularning kelgusiga tirishchanlik ko'rsatishini tilaymiz. Hong Kongda 10 mingdan ortiq odam Xinjiang rayonida o'chirib turib, gulchambarak qo'yib, o'tkazib berishga qarshi namoyishida vafot bo'lganlarning 1 yilligiga motam tutdi. Mavzuli xabar 6 oyning 17-kuni Banvi torbetida e'lon qilindi. Shangang, Hong Kong 1 yilcha davomlashgan o'tkazib berishga qarshi namoyishi 6 oyning 15-kuni serak yomg'irliq kiyib olgan Liang Linjie to'g'risida mundaq dedi. Xinjiang rayonida 5 ta serak yomg'irliq kiyim kiyib olgan bir namoyishchi Liang Linjie bu kishi o'tgan yili binodan yiqilib mushu kunda qazo qilgan edi. Liang Linjie Xinjiang rayonida 5 turli talab yozilgan lozungini tayilib ketib yuqori binodan yiqilib vafot bo'lgan. 5 turli talabni osqicha tayilib ketib binodan yiqilib vafot bo'lgan. Va o'tkazib berishga qarshi namoyishida tunji bo'lib qurbon bo'lgan bu kishiga azar motam tutamiz dedi seriq kiyimlik bir namoyishchi. Ya'ni Liang Linjie o'tgan yil 6 oyning 16-kuni lozunga Shangang xalqi namoyishga 5 turli talab esilgan lozungini tamg'a osaman deb binodan yiqilib o'lib ketgan. Haftaning 1-kuni vafot bo'lgan Liang Linjiening vafotiga 1 yil to'lgan kun. 10 mingdan ortiq kishi chaqiriqqa ovoz qo'shib, Xinjiang rayonida Taygo maydonining sirtiga gulchambarak qo'ydi. Yüzüge niqab tortib olgan bir nafar namoyishchi mundaq dedi. Liang Linjie o'rta qarashga egidi. Erkinlik uchun o'rnidan dast turib kurash qilgan kishi edi. Liang Linjiening vafot bo'lishi shu vaqtda 6 oyning 16-kuni 2 million Shanganglikning namoyish qilishiga turtki bo'lgan. Demek aldığımızda şembe günü hazır, yani Şangang'da dağlıqlıq namoyish var. Referendum dedik dünügün. Ondan burun 10 ming kishi. 10 ming kishi gulchambarak qo'ysa ajoyib bo'ladi ekan. Suratlarni ko'rgansizlar vatandoshlar. Dübe gulchambarak. Liang Linjie degan bu kishi o'tgan yili dal mushkullarda lozunga 5 talab Şanganglik namoyishchilarning, Hong Konglik namoyishchilarning 5 turli talabi yozilgan lozungini tamg'a osaman deb binodan yiqilib tushib vafot bo'lgan kishi. Bu yer deyilib tut Shangang namoyishida tunji qatam vafot bo'lgan kishi edi.